Maşallah, qadrdonlar qaranglar, shunday uy bor. Chiroyli bir kommentariyada inshaalloh so'zini yozib qo'yasizlar, sababi siz ham menga ham shunday chiroyli bir koshonalar, chiroyli uylar nasib etsin. Bugun men kelib bir ta'sirlandim, ham havosim keldi, ham niyat qilib qo'ydim. Sizlar ham yaqqan bo'lsa, agarda bir dona yurakchani bosib, repost qilib, yaqinlarga tarqatib qo'yasizlar. Kimdir shunday uyi ilingan bo'lsangizlar, shu insonlaringizga tashakkur qo'yasizlar. Bizlar Xazaras tumanidamiz, Atalıqdamiz desak bo'ladi. Shunday chiroyli koshonani elinda syomka qilib turibmiz. Bugun bu joyi sotibmiz, lekin oddiygina bir oshxonasini o'zi 8 metra, 4,5 metr duradi ekan. Men hozir oshxonaning ichida bir narsa bor, shuni sizlarga ko'rsataman. Hozir ham yurakcha bosmoq bo'lsangizlar, bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli bir narsani ko'rsatib o'taman. Ina giraverish holina qaranglar, keng mo'l joylashgan 2 qavatli uyimiz. Ilohim hammangizga nasib etsin. Men hozir oshxona to'g'risida to'xtalib o'taman. Bu ko'rsatib turganim uzinasi 8 metr, enine 4,5 metrlik oshxona. Ne dedi ayollarimiz? Kommentda yozib qo'yinglar, yoqdimi sizlarga o'zi bu? Endi bir de kuhurni mebelimiz var, o'zimizni qadrdon do'stimiz Dastonbekning ishi bu. Adashmasam 15 yil, 20 yillik stajı var. Sebebi bize o'zimiz şu 10-15 yil elden danışsak ham şu iş bilan shug'ullanadi. Hozir adamlar geotir, zinasht klientlar ishxona qo'ydi, sifatli ish bajaradi. Hozir uzun şu kuhurni mebelimizni o'zi 6 metr ekan buni. 6 metrlik kuhurni mebeldan keyin ham 2 metr mesta banda qolgan. Sizlarga necha metrligi kerak bo'ladi bo'lsa, Dastonbekka topshiraverasizlar. Metrini 1.600.000 so'mdan 10 million so'mdan taxlab beradi ekan. Endi shu turgan narsamiz necha million bo'ldi deydigan bo'lsangizlar, 20,5 million so'mga tushibdi azizlar. Bu agarda sizlar materialni necha kundan qo'yib bersangizlar, shundan qo'yib beradi. Xaladinlik ham kuhurni mebeli ichine joylashtirgan. Meni hayron qoldirgani, bedayna mikrovolnovkani o'zi ham chiroyli holatda joylashgan. Tap zovoti o'zidan shunday chiqib kelganini taxlab berdi. Yana beda eng oxirgi komplektatsiyadagi posuda mo'ykalari qaranglar. Har xilinada yanada beda sipillarına don ko'rsatib turadi qadrdonlar. Shuning narsalari xudo xolasa niyat etganlar bo'lsa, bemalol yaqinlara, qarindoshlara yuborasizlar. Kuhurni mebel kerak bo'lsa, Xorazm bo'ylab deymizmi, viloyatlar bo'ylab deymizmi, hech farqi yo'q. Dastlabkilari bilan birgalikda, undan tashqari o'zi borib ko'rib, o'lchab, o'zi olib borib qurib, sifatini ham o'zi javob berib, chiroyli holatda sizlarni rozi etib ketadi. Kuhurni mebel borasida Dastonbek do'stimiz Alishoda Berro Mebel o'zining ham Instagram sayti bor, o'tib obuna bo'lib, ishlarni bir ko'rib olinglar, o'sin ish bersangiz bo'ladi xudo xolasa. Esa tanlovda adashimiz, taklif etamiz. Ekranda telefon nomeri turibdi, telefon qilaveringlar.